Ko'plab ayol qizlarimizga odat ko'rinishda bo'lib qolgan. Tanasida og'riq sezsa, ha birozdan keyin o'tib ketadi. Jonim olarmidi? O'tgan safar ham og'riq 1 soatda o'tib ketdi-ku. Hozir ham shunaqa og'riqda deyishga ko'nikib qolganmiz. Sizga bir dard keldimi, og'riyapsizmi? Imkoniyatdan boricha foydalanib buni davolatishlik siz uchun farzligini bilasizmi? Sog' omonligingiz sizga kerak bo'lmasa, yaqinlaringizga kerak, farzandlaringizga kerak. Hech yo'g'i, ularni xotirjamligi uchun ham salomatligingizni albatta ehtiyot qiling. Ba'zida eshitib qolaman-da, tizim 8 yildan beri kasal og'riydi. O'rganib ham qoldim deyishadi. Yosh o'tgandan keyin shunaqa ekan-da deb qo'yishadi. Biron bir davrni tavsiya qilsangiz, shu doring tuzatib yuborarmidi? Foydasi yo'q kabi so'zlarni, iboralardan eshitamiz. Birinchi navbatda o'zingizda ixlos bo'lmasa agar, ichki qarshilik bo'lsa, hech kim sizga shifo topib bera olmaydi. Argonga ishonch bildirgan qancha inson yuqoridagi og'riqlarni esidan ham chiqarib yuborib bo'lishdi. Hamma narsa avvalo ishonchdan boshlanadi. Ishonch yo'q joyda davo bo'lmaydi. Butun bir qishloq yomg'ir so'rab duo qilishmoqchi bo'lganda, bitta qizcha soyabon bilan chiqqani haqidagi voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu ishonch deyiladi. Robbimizga bergan ne'matni asrab avaylash o'z qo'limizda.